davlat xavfsizlik xizmati hamda boshqa huquq-tartibot idoralari hamkorligida joylarda tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani hokimligi mas'ul xodimi bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikning 15 gektar yer maydonini 3 yil muddatga ijaraga berish uchun 360 million so'm talab qiladi. Shuningdek, o'z mansab mavqeidan foydalanib, mazkur yer maydonining toifasini kavrak o'simligini ekishga o'zgartirish bo'yicha tuman hokimining qarorini chiqartirib berish evaziga mahalliy fuqarodan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Qayerda ishlaysiz? Hozir olib turib, hammasini sanab beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 99, 100 ta. Jami 300 dona 100 AQSh dollarlik kupyurasi 30 ming AQSh dollari. Navbatdagi holatda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi banklardan birining kredit operatsiyalari va axborot almashinuvi bo'limi boshlig'i hamda biznes mijozlarini kreditlash bo'limi boshlig'i, shuningdek 1992 va 1999 yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqarolar o'zaro kelishgan holda O'rta Chirchiq tuman hokimligi tomonidan mazkur tumandagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan biriga bog'dorchilik bilan shug'ullanish maqsadida ajratib berilgan 5,99 gektar yer maydonini xaridorga 455 ming AQSh dollariga sotishga kelishishadi. Ular avans sifatida 70 ming AQSh dollari va mazkur yer maydonining toifasini mansabdor tanishlari orqali issiqxona faoliyatiga o'zgartirib, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 15 ming AQSh dollari, jami 85 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xorazm viloyatida qayd etilgan holatda Shovot tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining 1989-yilda tug'ilgan singlisi bilan kelishgan holda tuman hokimligi zaxirasidagi 2500 metr kvadrat ekin yer maydonini kadastr idoralaridagi mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 66 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 45 ming AQSh dollari va 130 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Bu qanaqa yer maydoni? Dehqon xo'jaligi uchun bergan yeri 66 ming AQSh dollariga sotilgan, demak 25 sotuq, ya'ni 2500 kvadrat metr yer maydoni ko'zdan kechirildi. Urganch shahrida kuzatilgan holatda esa Yangi bozor tuman investitsiyalar, sanoat va savdo bo'limi mutaxassisi xizmat mavqeidan foydalangan holda auksion savdolariga qo'yilgan tuman hududidagi 1 gektar yer maydonini mahalliy fuqaroning nomiga olib berish evaziga 300 million so'm talab qilib, shundan 243 million so'm hamda 4300 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Navbatdagi holatda Andijon shahrida istiqomat qiluvchi 1986-yilda tug'ilgan shaxs o'ziga Xo'jaobod tuman hokimligi tomonidan 2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun 30 yil muddatga ijara asosida ajratilgan 30 sotix yer maydonini 1987 va 1988-yillarda tug'ilgan 2 nafar sheriklari bilan kelishgan holda 27 ming AQSh dollariga sotishini, shuningdek mansabdor tanishlari orqali mazkur yer maydonining toifasini o'zgartirib, kelgusida qurilish ishlarini amalga oshirish huquqini beruvchi ruxsatnoma olib berish evaziga 11.600 AQSh dollari talab qilib, jami 38.600 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Xizmatning Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Rishton tumanida yashovchi 1959-yilda tug'ilgan shaxs soxta hujjatlar asosida o'zlashtirib olgan tuman hokimligi zaxirasidagi bog'dorchilikka ixtisoslashgan 26 sotix yer maydonini kadastr idoralaridagi tanishlari orqali turar joy toifasiga o'zgartirib xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 26 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Mutaxassisimizga beramiz. Namuna olishadi qo'llaringizdan. Olislar ko'ryapsizlar. Surtma olamiz. Nurlanishni ko'ryapsiz. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.